Ularning beqaror munosabatlari zamonaviy siyosatni belgilab bermoqda, ammo Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari har doim ham raqib bo'lmagan. Keling, 200 yildan ortiq davom etayotgan bu o'ziga xos munosabatlar tarixidagi asosiy nuqtalarga nazar tashlaymiz. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia здесь не канает, блядь. 1809-yil o'sha paytdagi Rossiya imperiyasi va AQSh o'rtasida ilk rasmiy diplomatik aloqalar o'rnatildi. O'shanda Alyaska Rossiya nazorati ostida edi va hatto bugungi Kaliforniya hududida AQSh bilan chegaradosh nuqtasi bor edi. Savdo, ayniqsa mo'yna va xo'jalik mollari oldi-berdisi gullab yashnardi. Ular bir-birini qo'llab-quvvatlashardi. 1860-yillarda Rossiya AQSh fuqarolik urushi paytida Amerika portlarini himoya qilish uchun hatto harbiy kemalar ham yuborgan. 1867-yilda esa Rossiya Alyaskani AQShga $7,2 million, bugungi hisobda $155 million ko'proqqa sotdi. Bu Rossiyaning Shimoliy Amerikadan chekinishini anglatardi. 10 yillar davomida to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvlar kam kuzatildi, ammo 20-asrda barchasi o'zgardi. 1917-yilga kelib Rossiya imperiyasi quladi. Sho'rolar hokimiyatni egallab, dunyodagi ilk kommunistik davlatni barpo etishdi. Bu yangi tashkil topgan SSSR va AQShni mutlaqo qarama-qarshi mafkuraga yetakladi. Kommunizm kapitalizmga qarshi. Ikkinchi jahon urushida Stalin va Ruzvelt umumiy dushman fashist Germaniyasiga qarshi kurashish uchun bir muddat birlashishdi, ammo bu birdamlik uzoqqa cho'zilmadi. Urush tugashi bilan sovuq urush boshlandi. In the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended Dunyo across the sharq continent. va g'arbga bo'linib ketdi. Tanglik tezda kuchaydi. Harbiy ittifoqlar tuzildi va qurollanish poygasi boshlandi. 1962-yil deyarli global falokatga aylana yozdi. Kuba raketa inqirozi ikki davlatni yadroviy urush yoqasiga olib keldi. So missiles of 1500 miles range and more were pointing at American cities. Men rais Xrushchevga yuzlanaman. Dunyoga hukmronlik niyatidan qayting va xavfli qurollanish poygasini tugatish uchun tarixiy tashabbusga qo'shiling. Yadroviy urushga yaqin kelib qolgach, dunyo qurol zaxirasini kamaytirdi.